Azizlarim, bugun yana sizlarga Pat Biznes uy topib keldim. Juda ham boshlading reklamangiz. Shu gapiradigan bor ekansiz. Yana o'tgangi reklamangiz 33 martalik azizlarim degan so'zni yana bir marta mana shu videodan ashkabni ishlab ket. Qarg'ab yuborasizlar, tushundinglarmi? azizlar, Ozroq gapir. azizlarim, ona labochi nima dedi? Azizlar dema dedi-yu, men deyoraman. Nimaga deganda o'rganib qo'yganman-da. Sizlar sanab maza qilaveringlar, azizlarim. Qaranglar, o'zi 9 sotik, dokumenti 6 sotik, yo'lni bo'yida azizlar. O'shni kimligi bo'lyapti. Azizlar, qaranglar, mashalloh, faizli uy, juda ham chiroyli. Kelasizlar, hali bir yuraginglar siqilib qolmaydi, azizlar. Men uyda o'zingizlar bir baho beringlar. Qator aylanasiga uy ekan, azizlar. Ha, 6 sotik 10 xonadan iborat, azizlar. Uyimiz endi ko'rasizlarda, azizlar, kelib yashasanglar ham bo'laveradi, yo'q yashamasdan buzib yuboraman deb turib, bu yerga bir katta bir klinika, poliklinika. Azizlar, yana azizlar, ha, azizlar deyoramiz biz. Bu yerda suvdan muammo yo'q, kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q ekan, gaz, suv, svet, yana nima, dokumentatsiya, samimi главный zo'r ekan, azizlar. Men uylarda pas ekan, uylar demanglar, nimaga deganda bu yerlarda yana qaytaradigan yeri pul bo'lyapti, azizlar. Qaranglar, hozirgi kunda mana odamlar bor ekan, tim bo'li mehmonlar bor ekan, bu uylarga kirmay qo'yamiz. Ketdiki uylarning ichki qismi bilan tanishtiraylik, azizlarim. Bizlar uylarimizning ichki qismlari ham juda chiroyli, oxirgi remontlardan ekan. Mana bu koridor deb qo'ysalar ham bo'laveradi, yo bitta hol deb qo'ysalar ham bo'laveradi. Aka berinda kiradiganki, mana bitta katta zalimiz bor ekan. Qaranglar, mashalloh azizlar. Mo приятныйligini qaranglar, to'y turkunda qudalar kelib, mashina holbetar yeb o'tirsa, azizlar, mazza qilib qaranglar, mo har xil hid-xushi yo'q, yangi remontga bilinib turibdi. Azizlar, hammaga keraklik, ayniqsa kenayalarimga keraklik. Qaranglar, xolasanglar, zimniy xolasanglar, letniy kuxnyamiz bo'lyapti bu, azizlar. O'choqlar bor ekan, mana 50 litr, 100 litr, mashalloh. Kenayalar mashina chiroyli ovqatlarni qilib beradi. Hoji aka, mana shu uyga qiziqinglar. Azizlar, bu uyimiz qaranglar, ropparadagi bo'lyapti. Robotdan kirganda paltarashkaga o'xshab bir baland, mustahkam uy ekan, azizlar. Ketdingizlar, mana ichki qismlarini ko'ramiz. Mashalloh, mana spalniya, azizlar. Qaranglar, yozda muzdekini, qishda issiqqina uylardan-da bu. Aka, mana xonamizga olib berib qo'ying, yengil azizlarimga. Bu zal bo'lyapti. Mana, o xurmodan ikkita cho'ntakka soling aka, cho'ntakka. Bu xonalari juda ham ko'p ekan. Charchab ketdim azizlarim, ko'rsatkichim. Bunday o'zingiz ko'rsatib qo'yavering aka. Mana shu koridor bo'lyapti. Hozirgi kunda hol deb qo'yasizlar, azizlarim. Qaranglar. Ha, mayerda endi o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Spalnigimiz bor ekan. Ha, yoshlarning spalnigi, azizlar. Azizlar, qaranglar, bu ikkinchi kalitkamiz bo'lyapti. Ropparamizda mana Testatim Aziz kafesi bor, azizlar, yaqinda tushgan. Bu keyingi robot edi. Bu yerdan kirganinglarda, to'y kunlarda endi to'ylar bo'laversin, azizlar. Bu yerdan ayollar kiradi, nariyoqdan erkaklar kiradi, qaranglar. Kirganda mehmonlarda o to'rga olib ketmaysizlar ekan, mohonani, mashalloh, mohonasini qaranglar. Kirganimizda chap tomonda bitta chiroyli yana bitta xonamiz. Aka, Qur'on kitoblarini qarang. Allohning nazari tushgan uy ekan, azizlar, shu uyga qiziqinglar. Azizlar, 10 xona uyimiz, ha, 10 xona, ikkita sanuzul, ikkita hammaga kerakli hojatxona, grantlari ham ikkitadan, 3tadan ekan bu yerda. Azizlar, tandirxona, qo'yxona, hayvon boqadigan shinamanda aka ukalarimga zo'r, azizlar. 10 xonamizni bir 6 tami 7 ta xonasini ko'rsatdik, azizlar. Qolganiga aybga sanamaysizlar. Hozirgi kunda mehmonlar bor ekan, uni kelganinglarda o'zingizlar bir chekkadan ko'ra olasizlar. Azizlar, bu hayvon boqadigan xonamiz, bu yerda ham sharoitlari tayyor ekan, azizlar. Mana qaranglar, uyingizdan kuni-tuni suv oqib turadi, azizlar. Ariqni qaranglar. Ha, dokumenti 6 sotik, o'zi 9 sotik dedim-ku. Kesaklar akamiz mana shu ariqni haqqini u yoq bu yog'ini tushuntiradi. Azizlar, mana bu hammaga kerakli hojatxonamiz, mana bu tandirxonamiz, azizlar. Bu yerda eng qizig'i ruskiy baynalarigacha bor ekan. Mana bu bitta kladovkamiz bo'lyapti, azizlar. Ha, mana bu esa ruskiy bayna deb qo'ysalar ham bo'laveradi ekan. Juda ham bir did bilan qilgan ekan akamiz o'zi uchun to'lqa dilyasiya qilib. Endi azizlar, bunlarni ko'rsatmay qo'ying, kelganda o'zingizlar ko'rasizlar. Mana bu ko'mirlarimiz ham qolaveradi, azizlar, sizlarga bonusiga. Azizlar, sizlarni rosa ko'p kutib yuborgim kelmadi. Ha, bu uyni ko'rdinglar, xonalari ham barakali ekan. Necha vaqt cho'zilib ketdi. Aybga sanamaymiz, azizlar. Narxini ko'p kutilmayman, azizlar. $213,000 faqat sizlar uchun, azizlar, sizlar uchun. $213,000. Bu yerda unaqa narxga bera olmaydi hadeb. $213,000 obmen yo'llari bor ekan, azizlar. Bir chekinglar bo'lsa, mashinalar bo'lsa, hayvon ham olaveramiz. Mana beramiz, mancha beramiz deb telefon qilinglar. Akamizni hozir murojaat uchun raqamlarni qoldiraman. Bu yerda ha, aytyapman, azizlar. Shunday chaqib olib turib, Pat Biznes qilish kerak. Supermarket bu o'rtada yo'q, azizlar. Azizlar, eshikdan kirdik, qayerdan chiqdik, aytmay qo'yaylik. Azizlar, xo'p, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri,
Biz turgan joy Kalining kolxoz. To'g'riroq aytganda ko'chamizning nomi Sharipov 43 deb yozib kelaverasizlar Yandexga. Mana Yandexning ham keragi yo'q. O'shlar aka-uka opa-singillarni hammalar bilasizlar bu yerda. Yo'lda bo'yida bo'lyapti, qaranglar. Azizlar, asfalt yo'l, yana nima kerak sizlarga? To'lqa pod biznes, inshaalloh bu yerlarda sinosda sisi ham bo'lmaydi ekan, keng deyapti. Mahalla juda ham azizlar. Azizlar, nariga kalitkasida turib sizlarga adresni aytdim. Endi Monorovotida turib nomerini aytkim keldi azizlar. Xo'p, yozinglar, srochniy azizlar. 0888 bilan 030388. Qaytaraman, 0888 0303 yana 88. 8larga boy bo'lding.